Latifat qizimga bugun qaror qabul qilib xonali uy bersak. Assalomu alaykum muhtaram prezident. Men Amir va Latifat hozirgi kunda 2 nafar farzandning onasi, oliy ma'lumotli uy bekasiman, ammo chekka bir qishloqda yashayman. Tarjima bilan shug'ullanaman, ijod qilaman. Turkiya, Ozarbayjon bilan birgalikda hamkorlik olib bormoqdaman. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan Turkona nomli kitobim nashr etildi 1000 nusxada. Siz bizga, yosh ijodkorlarga yaratib bergan, qo'llab-quvvatlagan bir loyihangiz, ya'ni iste'dodli yosh ijodkorlarning an'anaviy zomin seminari ishtirokchisi bo'ldim va 10 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlandim. Bundan tashqari ustozlarim tomonidan she'riyat tumarisi deya e'tirof etildim. Siz bizga kuch berib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan ekansiz. Bizning ham sizga ayollar nomidan so'zim bor. Ko'zlarimda har kun otar tong, zarra orom istaydi tanim. Ayolman deb taslim bo'lsam gar, kechirarmi meni vatanim? Buyuklik hech tanlarmi, irq, jins, el bo'lurmi o'ylab bir o'zin, bir millatni bunyod etgali, ilm berdi va berdi izin. Ulg'ay turgum, ulus elatni, to ayolman, iymonman, vatan, onalari uyg'oq millatni mag'lub etib bo'lmaydi zotan. Latifat qizimga bugun qaror qabul qilib xonali uy bersak.